Assalomu alaykum, hurmatli velosiped havaskorlari. Chinorkentgacha elektrichkada keldim. Bugungi reja 10 tarafdan Chorvoqqa ko'tarilib, Yusufxonadan Chimyonga o'tib, kichkina Chimyonning oldilarida velosipedni qoldirib, keyin kichkina Chimyonni cho'qqisiga ko'tarilish. Qisqasi kamerada shunaqangi imkoniyatlar bor. Tezlik, balandlik, yuraverishi. Agar bularni hisoblaydigan moslama bo'lsa, ularni oynaga chiqarib bera oladi. Ekranning chetida ko'rayotganinglar, men 167 hozir yuragim urish tezligi daqiqasiga. Manzara. Endi shunaqa 1 soatlik mashaqqat bu yog'iga. O'rtacha tezlik menimcha 9 km/soat bo'lsa kerak. Oson emas. 7 kilometrdan shu masofa bosib o'tilindi. Mana men manzaragacha keldim. 8-may 2026 Chorvoq. Oradan 1 soat vaqt o'tdi. 56 minut. Tabraskadan Chimyonga qarab burildim. Oyoqlar lekin mashina kuchayib ketibdi. O'tgan yili Chorvoni kuzatadigan joyi o'zigacha 1 soatda chiqdim-da, bochkada korzinkadan. Soat 9:34. Bunaqa charchagan oyoq ulgurmasam kerak menimcha. Voy. Здравствуйте. Mana shunaqa sportsmenlarni ko'rsam bir insalarim qotib ketadi. Men ko'ryapti. Ro'parasidan kelayotgan odam ham sport bilan shug'ullanayotganini, quloqida naushnik yo'q. Gaplarimni eshitdi yuztalik. Qo'limni ko'tardim, kameraga tushgani yo'q u joylar. Qo'limni ko'tardim. Velosipedni quluplab mana endi yo'lga. Bu yoqda kuchuklar bor ekan, o'shanga videoga ola olmadim. Tishlab oladimi deb qo'rqdim. Bunaqa chiroyli o'tlar. Qisqasi men jumaga ulgurishim kerak deb bosib yotibman. Mana yoqda gruppa turistlar. Hozir ularga yetib olaman, ulardan oshib ketaman. Shu bilan boshqa meni qaytib ko'rmaydi. Bizning manzil bu yoqda. Voy, men yo'ldan adashganga o'xshayman. Orqaga. Mana katta Chimyon. Yo'lani endi bilmayman. Inshaalloh bu yoz hammasini bitta zabt etaman. Aqlga sig'maydigan bitta savol. Mana bu narsa bu yerda nima qilyapti mana? Odamlar. Eshitmadim demanglar. Agar tabiatni axlat bilan bulg'asangiz, iloyim umringizni oxirgi nafasigacha
Nogironlar arasida o'tib keting. Bu darajada qiyin bo'ladi deb tasavvur ham qilmadim. To'g'ri, bu yoqqa kelguncha velosipedda o'zida normalniy kuch ketdi. Lekin dengiz sathidan tepaga ko'tarilish babani kislorod kamroq. Shu hisobiga va nihoyat nihoyat malejimga yo'q ekanda, voy. Mana ma'millarni qarang. Plos bo'lish kerak emas-da. Deyarli hammasi yoshlar-da, mana shu yerga kelayotganlar. Yoki boshqami? Yo'q, men bir o'zim alohida aka. Sizlar nechta edinglar? 2 kishi biz. O'zinglar faqat. Ha, gruppada bunda kimlar nazarda tutdingiz? Orqadan kelayotganlar borda. Yo'q, men bir o'zimman. Chekishim yo'q. Kichik chimyon zabt etildi. Afsuski vaqt kam bo'lganiga o'tda ko'p qolmadim. Mana qilgancha. Men jumaga ulgurish kerak inshaalloh. Ulguraman. Mana pastga ham sog' salomat tushib oldim. Allohga behisob shukr. Voy. Osonmas ekan, lekin svejiy oyoqga kelib chiqish o'zi ham bir azob ekan. Shunga mabodo kichkina chimyonga chiqmoqchi bo'lsanglar, jismoniy tayyorgarlikni ozgina oshirib olinglar.